Videoni har doimgidek an'analarimizga ko'rib, motivatsiyali, ma'noli gaplar bilan boshlaymiz. Demak, birinchi gapimiz bu iPhone 17 Pro Max o'qini maqtanib oling. Xo'p, bu dunyoda o'z kodinga ham ketmana. Bu dunyoda o'z kodinga ham ishonma. O'siraman deb chiqib qo'yishing mumkin. Albatta. Fakt. Xo'p, birinchi gapimiz ketdi. Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas. Biz ham 500 ming bo'larmiz akalar, orzular orzuligicha qolmaydi. Podpiska tashlab qo'yinglar. Demak, sizlar ham izohlarga albatta motivatsiyali, ma'noli gaplarni yozib qoldiringlar. Yaxshi gaplar bo'lsa, keyingi videoda sizlarni kommentariylarni o'qishim mumkin. Demak, assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda akalar, ishoninglar, men ko'rib reallikdan shokka tushib qoldim, tarixini bilib. Tarixdagi eng boy akkauntni ko'rib chiqamiz. Ishoninglar, reallikdan boshqa qiziq bor. Uni ko'rib turib sizlar ham hayron qolasizlar. Misol uchun, qaranglar. Men hozir ko'rsatadigan akkauntim nimaga tarixda eng boy akkaunt bo'lgan desam, bundan 7 yil, 8 yil oldin akkauntiga 1 million UC tashlagan odam ko'rganmisizlar? Bitta skitalis open case uchun. O'shani bugun ko'rasizlar. Demak akalar, videoni boshlamasdan oldin sizlarga har doim aytib o'tganman, prosta mana shu videoni ko'rib turibsizlar, tekinga UC ishlasanglar bo'ladi. Qanday qilib desanglar, eshitinglar. Birinchi like bosasizlar. Kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Va kommentariyaga xohlaguncha kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Keyin biz har doim bitta g'olibni aniqlayotgandik, endilikda ikkita g'olibni aniqlaymiz. Ko'rishinglar mumkin, bundan oldingi videomiz g'oliblari, bularga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, ozgina vaqtinglarni ajratib turib, shartlarni bajarib qo'yinglar. Demak, akalar, ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoni boshladik. Demak, tayyor bo'lsanglar, bitta bir yondirib ketay. Yangi akkaunt oldim. Old is gold. Nima deyapti bu akalar? Akkaunt obzorini ko'rsatmayman, lekin qichu akkaunt. Tak, hozir ko'radigan akkauntimiz bu. ID'siga yaxshilab e'tibor beringlar. P5 nikli akkaunt, S5 zavasi bor. Bu akkauntga hozir kirib, men bu akkaunt sizlarga tarixini aytib beraman. Nima uchun tarixdagi eng boy akkaunt deganimni endi qaranglar. Men bu yerda screenshotlar chiqadi. Bu inson PUBG yangi chiqqanda, pashi 7 yil oldin akkauntiga bitta open case uchun 1 million UC, 800 ming UC, 400 ming UC, 700 ming UC tashab open case qilgan. Sizlar kimda ko'rgansizlar? 7 yil oldin PUBG endi ochilyapti-da, akkauntida 1 million UC bor. Unaqasi akalar bilmadim. Bo'lmagan, o'shaning uchun bu akkauntda tarixdagi eng boy odamni akkaunti deb aytayapman. Bu eng boy odam emas, eng boy akkaunt deb aytayapman. Endi sochim haliq beryapti. Xo'p. Akalar, men bitta narsani ko'rib qoldim. Men buni qaranglar, Nima bu? Bu akkaunt kimga tegishli? Men bilaman, aytib o'tirmayman. Qani bitta o'zingizlar yaxshilab o'ylab ko'ringlar, bu akkaunt kimga tegishli? Tezda kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng qizig'i, bu akkaunt o'ynalmayotgan ekan. Qancha sezondan beri o'ynalmayapti? Bu sezon o'ynalmayapti. Tez yozib qoldiringlar. Xo'p, biz unda mana shu akkauntni ko'ramiz. Realli shuncha donat qilishga yarasha normal narsalari bormikin? Turish normalli. Akkauntimizda original brigadka bor. Tak, yaxshi. Reiki kaski, Godzilla ili Reiki mamlaqa dacha, oq beb, juda yaxshi. Lekin men ko'rdim, qancha 400 ming UC ga oq sariq bebni open case'ni ko'rdim men. 400 ming UC ga tasavvur qilyapsizlar. Menga 400 ming UC ga sariq beb open case. Tak, bu yerda sariq, oq beb pasti ham bor ekan. Okay. Endi RP'larni ko'ramiz akalar. Bu o'yinchini Royal Pass'i nimaga? Men savolda nimaga bular Royal Pass'i berkitib qo'yar ekan? Men shunga hayron qolaman. Royal Pass berkitilgan. Xo'sh, unda kiramiz akalar, S5 zavasi bor. Bu yaxshi bu. Kolleksiyasiga kiramiz. 100-level kolleksiya, конечно, 100-level. Tarixdagi eng boy akkauntlardan biri-ku.
Bu tushunishlar uchun yaqinda paydo bo'lgan akkaunt emasdi. U SSR davrlaridan beri bor akkaunt. Tak, bu yerda akkauntimizda X suitlari 15 ta X suit. Mana bu grid 60 ta, upgrade prokachka 235 ta, superkarlari 110 ta, ultimatlari 118 ta, mifiklari 1557 ta. Okey. Webkamerani pastga tushiramiz. Xo'p. Endi kiramiz akalar. Akkauntda hamma ultimate bor, PUBG'da nechta hamma X suit bor, PUBG'da nechta X suit qo'shilgan bo'lsa, hammasi bor. Pastga tushiramiz. Men o'ylayman akkaunt обязательно qiziq sizlarga. Nimalari bor endi? Bu akkaunt menga qiziq. Eng qiziq akalar R2 open case'lari bu akkauntda R2 open case'lar bo'lgan. Hozir ko'ramiz. Akkauntda R2'lari bor. Adashmasam 700 ming UC'gami bilmayman. Sochim yomon xalaqit beryapti. Bor sochimmi ertaga oldirib kelmasam bo'lmaydi. Gazmi jigarli 10 mingta like soch qal. Gazmi? Xo'p. Bu akkauntimizda Gidora bor. Oy. Mana buni qaranglar turishini bu Gidorani. Tak, bu yerdan chiqamiz. Pasoqo'si infeksiya bor. Mana bu ham redki, bizada akalar pastda juda ham zo'r setlar kutib turmoqda. Shu yerda akalar sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. To'g'risi bu ketishda shunaqa chirin, asal, kaskad kalla, meju stilda yuradigan boladan ayrilib qolasizlar. Real PUBG bu ketishda kontent tashiydi. Bu seriozli gap. Nimaga deganda akalar, to'g'risi kontent qilishga umuman qiziqish qolmagan. Gapirmoqchi emasman akalar. Поддержка прям 0. Tushunasizlar, 0. Mana bundan oldingi videomiz statistikasi 50 ming prosmotr, 500 ta obunachi kelgan. Bu degani akalar 100% dan 1% odam podpiska tashlayapti. Tushunyapsizlarmi? 99% odam podpiska tashlamayapti. Boshqalarda 70% odam tipa podpiska tashlamaydi, 30% odam podpiska tashlaydi. Biza rekord qo'yib qo'yapmiz. Reально deb akalar motivatsiya 0. Menga maksimalni podдержка kerak. Agarda maksimalni podдержка qilsanglar, akkaunt obzor emas. To'g'risi menga yoqmaydi akkaunt obzor qilib turish. Tipa yoqmaydi emas-u, boshqacha kontentlar qilgim keladi. Prosta ko'p vaqtimni ajratsam, podдержка qilmasa menga alam qiladi. O'shaning uchun akalar, qiyin bo'lmasa, bitta prosmotr, bitta like. Shuni videoga like bosib, kanalimizga obuna knopkasini bosib qo'yinglar. Hech balo ketmaydi sizlarda. Menga akalar bir tiyin pul kelmaydi. Podpiska, like bosganinglar uchun. O'shaning uchun maksimalni bosib qo'yinglar. Onasini imsin yanvarda 100 mingta bo'lgandim akalar. Mana oradan 7 oy o'tdi, atigi 15 mingta obunachi yig'dik. Bunaqasi bilmadim, O'zbekistonda hali hech kim takrorlamagan. Men ko'p kishi aytardi, 100 mingtadan o'tsang tez yig'asan deb. Bilmadim, bekor gaplar. Короче akalar, maksimalni podдержка qilinglar. Bitta prosmotr, bitta podpiska, day. Bam, like, podpiska. Pastroq tushamiz. Xo'sh. Bu yerda basketbol setini ko'rishimiz mumkin. Basketbol setining open case nima ko'rganman mana shu akkauntda. Yaxshi. Tak. Oy. Akalar, mana buni qaranglar. Akkauntimizda jami 6 ta R2 bor. Qaranglar. 1 2, menga eng yoqadiganlarini ko'rsataman. 2, 3, 4. Sizlarga mana shu R2lardan qaysi biri yoqadi akalar? Aytinglar menga misolchiman, men bu bilan men bu yoqadi akalar. Men bu vashshi qichib o'tiradi, mana qarang, neger, oy. Xo'p, pastroq tushamiz. Bo'ldi, akkauntda 6 ta R2si bor ekan. Basketbol endi aytmoqchidim, bitta ekan demoqchidim. Yo'q akalar, basketbollarning hammasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, sariq, oq, qizil va tepada ko'k bor edi. Yaxshi. Mana buni qaranglar akalar. Mana buni qaranglar. Bu 1 ketdi. Bu 2. Mana bu nima deyapti akalar? Mana bu yana R2 setlar, mana bu nima deyapti akalar? Akkauntimizda jami 8 ta R2 seti, 2 ta pijama, 4 ta basketbol bor. Bu degani hamma narsa bor akkauntimizda, ishoninglar. Kaskalari, mana buni qaranglar. Eng ajoyib kaskalardan. Xo'p, endi tepa setlari, sirao tepa setlarga o'tsak bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yerda tepa setlardan ko'rishimiz mumkin.
qora plash bor. Sariq beb bor. Uni oq ham bor. Pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda brigadka, original brigadka bor. Bu akkauntga nima kerak mana? Mana bu yerda original brigadka bor. Просто bu yerda ko'rinmaydi. Missiya, agar missiya setlari bo'lsa, men realni ishoninglar. Просто tan beraman. Bor, agar missiya setlari bo'lsa, realni tan beraman. Tak. Bu yerda akalar missiya setlari. Mana bunaqa bor ekan, lekin missiya setlari yo'q. Agarda missiya setlari bo'lsa, ishoninglar, mana shu akkaunt dunyodagi eng qimmat akkaunt bo'lardi. 100% javob beraman. Chunki даже Q8 da ham missiya setlari yo'q. Xabaringlar bo'lsa, agar xohlasanglar tekshirib ko'ringlar. Rugzaklari, bep rugzagi yo'qmi? Yo'qmi? Vot. Endi bo'lmasa bo'lmaydi, akalar, mana turishini qaranglar. Oy. Pastki setlardan bep pasti oq bep bor. Yaxshi. Endi bizga nima qiziq desanglar, super karlar qiziq. Обязательно super karlarni ko'rmasak bo'lmaydi. Lekin men sizlarga shu yerda bitta foydali narsani aytmoqchiman. Akalar, bilmadim, sizlar podдержка qilmasanglar ham men sizlar uchun, sizlarni o'ylab podдержка qilyapman. 75 ta RP qo'yib konkurs boshlaganman. Tasavvur qilyapsizlarmi akalar? Naqd 75 ta RP. Buni yutib olish uchun просто tak shu YouTube kanalimizga obuna bosasizlar va shu videoni описаниесida silka qoldiraman. Silkani bosasizlar, kanalga o'tasizlar, bo'ldi akalar. Просто qatnashib qo'yasizlar, 2 kundan keyin tugaydi. Akalar, ishoninglar, sizlarga savol. Eng ko'p nechta RP qo'ygan odam ko'rgansizlar? Men 75 ta qo'yapman. Agarda bundan ham ko'p qo'ygan odam bo'lsa, undan ham ko'proq qo'yaman. Sizlar просто menga podдержка qilinglar, bo'ldi. Tak shu akalar, agarda RP'li bo'lib qolish xohlasanglar, kanalga o'tinglar, yutish ehtimolinglar baland, chunki sovg'alar ko'p. Unda super kanalga o'tamiz. Yetijo kanal qaydan topamiz desanglar, shu videoni описаниесida link qoldiraman. Tak, bu yerda akalar jami 20 ta superkar, 20 ta superkar bor. Bu yog'i 37 ta legendarkalar, ya'ni mana bunaqa Lotus, mana bunaqa Shelby, Dodge shunaqa narsalar, 13 ta oddiy mana bunaqa superkarlar bor ekan. Lekin akalar, bu akkauntimizda mana bu bor. Bu R2 dacha primeridan bir 3 ta superkar o'rnini bosadi deb o'ylayman. To'g'risi, menga shunaqangi yoqadi. Harakati qadri bor. Tak, bu yerda 16 ta jami moshtalar bor, 11 ta superkar, 5 ta qarochi oddiy 0 ta epic bor ekan. Va nihoyat sedanga kirsak, общий 67 ta skin, 56 ta superkar, 11 ta mana bunaqa legendarkalar bor ekan. Mana bunaqa Tuatra, Shelby, Dodge, Lotus shunaqa narsalar bor ekan. Yaxshi, epiklar yo'q. Endi akalar, eng zo'r mashinalar, dropkarlarni ko'ramiz bu yerda, qaranglar. Xo'p, bitta dropkarlar sanaylik, dropkar обязательно qiziq, to'g'rimi? Nechta dropkar bor? Xo'p. Mana tepadan boshlaylik. Bitta dropkar, ikkita dropkar, McLaren bu. Mana bu 3 ta. A few moments later. Tushunishinglar uchun akalar, 67 ta superkardan 29 tasi dropkar ekan. Bu sedanni o'ziga tasavvur qilyapsizlarmi? 29 ta dropkar. Pasti yarmi dropkar ekan bu yerda. Xo'sh, bu yerda taxminan 1 2 3 4 5 ta 6 tacha dropkar bu yerda. Bu yerda ko'proq bo'lsa kerak, bu yog'i sanamadim. Jami akkauntda bir 40 ta 45 ta dropkari bor ekan. Yaxshi. Biz akkauntda bitta superkar yo'q, buni akkauntida 45 ta dropkar bor. Yaxshi. Vijdoninglar bormi? Bitta prosmotr, bitta podpiska, bitta like. Davay. Shuni like, podpiska tashlab qo'ying. Jigarlar, biz ham onasini ham 200 mingta, 300 mingta, 400 mingta, 1 millionta bo'laylik, bir podpiska qilinglar, esimdan chiqarmayman. Xo'p. Menimcha o'ylashim bo'yicha akkauntdagi barcha narsalarni ko'rib bo'ldik. Endi boshqa narsasi qolmadi deb o'ylayman. Bitta perixod qilamiz. Mana radnoylar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Akalar,
Mendan agar ajralib qolish xohlamaysanglar, maksimalniy podдержка kerak. Videoga like bosib, kanalimizga obunalarni bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun atagan 75 ta konkursimda qatnashib qo'yinglar. Shu videoni opisiyatsiyasida link qoldiraman. Tezda o'tinglar, omadinglarni sinab ko'ringlar. Davaydi, keyin kechib oladi.